Sizlarni minnatdorchilik kursimizni bugun 9-kuni. Qizlarjonlar, bugungi vazifa, bugungi birinchi vazifa shundan iboratki, bu sizlarga odatga aylanib qoldi. Bu har kungi minnatdorchilikdagi sizni birinchi vazifangiz bo'lishi kerak. Bu o'sha ertalab uyg'onganingizdagi minnatdorchilik, yangi hayotga kelganingiz uchun, xuddiki qayta tug'ilgandek bo'lganingiz uchun va o'sha kechqurunga yetganingiz uchun, uyqudan oldingi va ertalab turganingizdan keyingi minnatdorchilik. Bu siz uchun уже odatga aylangan bo'lishi kerak. Ikkinchi minnatdorchilik har kun odatga aylantirishingiz kerak bo'lgan minnatdorchilik, o'sha har bitta tana a'zoyingizga bildiradigan minnatdorchiligingiz, o'zingizga bildiradigan minnatdorchiligingiz. Mana shu tana a'zolaringizda o'zingiz sog'lom yurganingiz uchun Xudoga bildiradigan minnatdorchiligingiz. Bu birinchi va ikkinchi vazifa. Bu har kuni bo'ladigan vazifa. Men sizlarga bu ikkita vazifadan tashqari har kuni uchinchi vazifani yangi mavzuda beraman. Hozir men sizlarga o'sha uchinchi mavzu, yangi mavzuni vazifasini beraman. Qizlarjonlar, bugungi asosiy vazifa shundan iboratki, bugun xizmat ko'rsatish xodimlariga minnatdorchilik bildiramiz. Xizmat ko'rsatuvchi jamiki xizmat ko'rsatish vakillariga minnatdorchilik bildiramiz. Masalan, bo'lishi mumkin bu mana uyingizdan chiqdingiz, uyingizdan chiqqandan keyin magazin sotuvchilari bo'lishi mumkin, yoki magazinchilar bo'lishi mumkin. Yoki bo'lmasam o'sha paynetlar o'rnatilgan, bankomatlar o'rnatilganda ularni o'rnatuvchilari bo'lishi mumkin, bank xodimlari bo'lishi mumkin. Yoki bo'lmasam musor tashiydigan joyingizdagi o'sha yerda xizmat qiluvchilar bo'lishi mumkin. Yoki hokimiyatda ishlovchilar bo'lishi mumkin, yoki mahallada ishlovchilar bo'lishi mumkin. Yoki bo'lmasam notariuslar bo'lishi mumkin. Yoki bo'lmasam masalan o'sha tibbiyot xodimlari bo'lishi mumkin, poliklinikangiz yoki o'sha shifokorlar bo'lishi mumkin, yoki o't o'chiruvchilar bo'lishi mumkin, non pishiruvchilar bo'lishi mumkin. Xullas juda ham ko'p har bitta soha vakiliga. Mana o'shalarga minnatdorchilik bildiramiz yo'limizdan chiqqaniga. Buni yozmasligilar ham unchalik ham shart emas. Eng muhimi his qilish. O'shalarga ichingizda hurmat bo'lishi, ichingizda minnatdorchilik bo'lishi, sizga qilayotgan xizmatlari uchun ichingizda rozilik bo'lishi. Biz ko'pincha o'sha xizmat vakillarini ko'pini faqat aybini ko'ramiz, kamchiligini ko'ramiz, lekin ularni qilayotgan xizmatini juda kamdan kam holatda ko'ramiz. Masalan, non olishga borsak ham, o'sha nonvoyga ichimizda minnatdorchiligimiz yo'q. O'sha yerda ham nonni yaxshi pishirmagani yoki bo'lmasam qimmat qilib qo'ygani yoki yana nimadirlar ko'zimizga ko'rinadi. Lekin ular bizga non pishirib bermaganda nima bo'lishi mumkin edi? Masalan, demoqchiman-da. Shuning uchun o'sha og'rimizni yengil qilib berishayotgani uchun juda ham ko'p, agar sanasa hozir mana chiqaveradi yana. O'sha bizga xizmat qiluvchi har bitta o'sha soha vakillariga minnatdorchilik bildiramiz. Masalan, o'sha oddiy uyingizdan chiqdingiz, oldingizda magazin chiqdi. Magazinda ishlayotganlarga, o'sha magazinni ochganga minnatdorchilik. Uni ichida o'sha sotayotgan narsalar bo'ladi. Masalan, magazinning ichida o'sha produktoviy magazin bo'lsa, ichida o'sha produktlar bo'ladi. Ularni yana o'zi alohida. Mana ularni ishlab chiqarayotganlarni o'zi yana alohida-da. Bunda o'ylab qaraydigan bo'lsangiz, bitta sizni xonadoningizga kirib keladigan narsa, bitta siz ko'chada xotirjam yurishingiz uchun yoki mana tinchligingiz ta'minlanishi uchun, sog'lig'ingiz joyida bo'lishi uchun juda ham ko'p insonlar, juda ham ko'p xizmat vakillari biza uchun xizmat qiladi. Lekin biz ko'p holatda bu narsalarni ko'rmaymiz. Biz ko'p holatda ulardagi, yana bir marta aytaman, faqat kamchiligini ko'rishga harakat qilamiz. Shuning uchun bugun ularni borligi uchun, ularni bizga xizmat qilayotgani uchun har bittalariga, qarshimizdan chiqqan har bitta xizmat vakiliga minnatdorchilik bildirib ketaveramiz. Yoki bo'lmasam qanaqadir zdaniyasini oldidan o'tyapsizmi, yoki o'sha yo'lni chetidan o'tayotganingizda ko'zingiz tushdimi ularni binosiga, o'sha joyda ham ularga minnatdorchilik bildirib ketaveramiz. Mana shunaqa minnatdorchilikda bizda shunaqa narsa bo'lgan edi. Bitta mijozimiz bilan ularda ishxonalarida tekshiruv bo'lgan. Mana tekshiruv bo'lgan paytda shu narsa eslariga tushgan ekan. Shuni yozgan edilar odzivda. Shu narsa eslariga tushgan, xizmat vakillariga minnatdorchilik bildirish. O'shanda aytibdilar,
Mana Yulduzxon mana shunaqa tekshiruv keldi. Tekshiruv kelgan paytda ichimda shunaqa qilib turdim-da. Mana san vazifangni zo'r bajaryapsan, yaxshiyam borsan. San aslida faqat insonsan, lekin bu sani qilayotgan ishing, bu tekshiruving, bu sani kasbing xolos. San kasbingni juda ham zo'r bajaruvchisisan. Men sendan minnatdorman. Mana shunaqa qilib minnatdor bo'lib, ichkaridan deydi, shunaqa minnatdor bo'lib, minnatdorchilik his qilaverdim o'sha insonga deydi. Kamchiliklarimizni ko'rsatib, o'rgatib, keyingi gal takrorlanmasin deb prosta ogohlantirib ketishdi. O'zi shtraf qiladigan joyi edi deb aytdilar-da. Shuning uchun bu juda ham ko'p. Bu minnatdorchilik, mana sizga xizmat qilayotganlarni xizmatini his qilasizmi, ularga minnatdorchilik bildiryapsizmi, u xizmatning sifati yana ham oshadi va sizga sifatliroq minnatdorchilikda xizmat qiladigan xizmatlar ko'payaveradi. Shuning uchun buni ko'proq his qilamiz. Taksiga o'tirsangiz ham o'sha taksi, mana Yandexga o'tirdingiz, Yandex uchun. O'sha Yandexda xizmat ko'rsatayotganlar uchun minnatdorchilik. Juda ham ko'p. Agar qarasangiz, atrofimizda to'lib tiqilib yotibdi bizga xizmat qiluvchilar. Biz ham masalan kimgadir xizmat qilishimiz mumkin. Bizga xizmat qiluvchilar ham juda ham ko'p. Shularni nima deydi? Ularni o'rni, mana hayotimizdagi, rivojimizdagi o'rni juda ham katta. Shuning uchun ularni his qilgan holatda ularga minnatdorchilik bildiramiz.